Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo hadisi qudusiyda shunday marhamat qiladiki: ey bandalarim, men bandamning gumonidaman, istagancha gumon qilaversin. Men sen bilan birgaman. Agar mendan yaxshilikni gumon qilsang yaxshilik bo'ladi, yomonlikni gumon qilsang yomonlik bo'ladi. Ey Muhammad, bir kecha kunduzda ummatlaringga 5 vaqt namozni farz qildim. O'zim jahd qildimki, kim shu 5 vaqt namozni o'z vaqtida ado etib yursa, u kishini jannatga kiritaman. Kim o'z vaqtida ado etib yurmasa, u banda xususida ahdim yo'q dedi. Ey odam farzandi, agar senga ajratib qo'yilgan rizqqa qanoat qilsang, rizqing o'zi keladi va mendan ham maqtov olasan. Bordi-yu bu taqsimga qanoat qilmasang, dunyoni sening ustingga sultoni va seni unga xizmatkor qilib qo'yaman. Dunyo uchun cho'ldagi vahshiy hayvonlar kabi yugurasan, ammo senga taqsimlab qo'ygan rizqimdan ortig'ini kelmaydi va o'zing ham mening oldimda xijolat bo'lib qolasan dedi. Ey odam farzandi, men seni do'st tutguvchim. Shunday ekan, shu do'stligim tufayli meni ham o'zingga do'st tutgin, ya'ni yaxshi toat va ibodat qilgin. Ey odam farzandi, men yaratgan ne'matlarimni yeb tishlaring mallollanib charchab ketdi-yu, lekin shikoyatimdan tiling hech qachon charchamaydi. Ey odam farzandi, albatta men seni onang qornida kuch-quvvatsiz va harakatsiz yotgan vaqtingda tarbiya qildim va onang qornida salomat chiqardim. Toki sen oyoqqa turguninggacha onangni dilini senga rahmli va mehribon etib senga moyil qilib qo'ydim. Sen shunday qilib katta bo'lding. Undan so'ng toki meni aql bilan tanib, quvvat bilan ibodat qilarsan degan umidda senga kuch-quvvat berdim. Ammo sen katta bo'lding-da, so'ng meni ibodatlarimdan yuz o'girib, men taqsimlab qo'ygan rizqning talabi bilan mashg'ul bo'lding. Bas, o'zimning aziz va ulug' degan sifatlarimga qasamyod qilamanki, agar dunyo axtarib 7 qat yerning qa'riga kirsang ham, o'zim taqsim qilib qo'ygan o'sha rizqdan zarracha ham miqdorida ziyoda qilmasman dedi. Ey odam farzandi, dunyodagi jamiy narsalar 3 toifaga bo'linadi. Biri menga xosdir, ikkinchisi men bilan sening o'rtamizdadir va yana bir sendadir. Sendan bo'ladigan duodir va mendan bo'ladigan ijobat qilmoqdir. Bas, harom yemasang, duoing to'silib qolmas. Ey odam farzandi, faqirlikdan bo'lgan xavfing do'zaxdan bo'ladigan xavfni dilingdan chiqarib yuboradi. Dunyo ishlarida qilinadigan ko'p va uzoq orzu-havaslar oxirat ishlarini qilishdan to'sib qo'yadi. Dunyo moliga muhabbat mening muhabbatimni dilingdan chiqaradi. Mendan boshqadan izzat istash mening nazar rahmatimdan seni yiroqlashtiradi. Menga ibodat qiluvchilarni do'st tutishing mening senga bo'lgan muhabbatimni yaqin qiladi va meni yomon ko'rib ibodat qilmaydigan kishilarni yomon ko'rishing seni balolardan aritadi. G'azabli va xursand hollaringda ham to'g'ri so'zlashing martaba va darajangni mening nazdimda yuqori qiladi. Maxfiy ihson va sadaqa roziligimni topursan, yetgan balo va musibatlarni berkitish birla yaxshi solihlar qatorida bo'lursan. Ey odam farzandi, menga 3 narsani ixtiyor qildim. Ya'ni oila ahlingni, mol va dunyoning va amalingni. Ammo mol dunyoing sen o'lib oyog'ing yerdan uzilishi bilan ortingda qoladi. Oyog'ing uydan chiqishi bilan oilang ham ajrab qoladilar. Keyin qabrda bo'lasan. Qiyomat kunida faqat yaxshi amal foyda beradi. Amaling tuzuk bo'lsa, sen ham tuzatib qo'yar. Agar yomon bo'lsa, seni axloq qiluvchi yerga topshirar. Ey odam farzandi, sabrli bo'l va o'zingni past tut. O'zim seni oliy darajaga ko'taraman. Istig'for aytgil, mag'firat qilay. Har narsa so'ragil, men uni beray. Menga tavba qil, qabul qilay. Molingdan sadaqa qil, toki molingga baraka beray. Qarindoshlaringga yaxshilik qilib, qo'shilib yur, umringni uzun qilay. Ey odam farzandi, agar dilingda qarolik va badaningda dangasalik va rizqingda tanglik bo'lsa, bas bilginki, bularning sababi behuda va bema'no so'zlarni ko'p so'zlashingdadir. Demak, bundan farzandi, men ne'matlar berguvchiman, shukr qilingizlar.
mehribonman, bas istig'for aytingizlar. Ibodat qilishga loyiqdirman, bas ibodat qilingizlar. Maqsad qilishga loyiqdirman, bas maqsad qilib meni izlangizlar. Berguvchidirman, bas har nima bo'lsa so'rangizlar. Ey odam farzandlari, badanlaringiz nozik, ya'ni mening azobimga bardosh bera olmaydi. Safarlaringiz uzoq, yo'llar og'ir, sirot ko'prigi qildan va Sirot ko'prigi qildan tez va qozi bo'lib so'roq qiluvchi odamlarning parvardigori bor. Shularni bila turib, bu o'tkinchi dunyoda va behuda ne'matlarga va ado bo'lib tugaydigan hayotga qandoq g'arbat qilasizlar? Ey odam farzandlari, men sizlarning husnu suratinglarga va mol dunyoinglarga boqmasman, balki dillaringga va qilgan amallaringga boqarman. Ey odam farzandlari, nafsinglarni tavba va yaxshi amal bilan ikrom va ehtirom qilinglar. Bir kuni 50 ming yilga teng bo'lgan qiyomat kelmasidan ilgari mendan qo'rqinglar va amallaringni qilib olinglar. Ey odam farzandi, doim umringni dunyo uchun sarf qilaversang, qachon bundoq bir cheksiz umidlar bilan tavba qilarsan? Ozgina amal bilan oxiratni umid qilasan. Ibodatli va ihsonlaringni so'ngga so'zlaysan u o'zing munofiqlarning ishini qilasan. Ey odam farzandi, agar sen jannatga kirishni yaxshi ko'rsang, shuni bilginki, Parvardigor o'ziga itoat qiluvchini yaxshi ko'radi. Ba'zi Robbing yaxshi ko'rgan amalni qil. O'zing yaxshi ko'radigan joyga kirursan. Agar sen do'zaxni yomon ko'rsang, Parvardigoring gunoh ishlarni yomon ko'radi. Ba'zi u yomon ko'rgan ishlarni qilma, Robbing sen yomon ko'radigan joydan asraydi. Ey odam farzandi, agar mendan uyalsang, harni xohlasang qil. Sho'ring qurg'oy, ey miskin, ya'ni miskin va xor bo'lgur. Ey odam farzandi, sen huzuringga kelgan mening mehmonlarimni siyla. Men ham huzurimga kelgan sening mehmonlaringni, ya'ni senga qarashli kishilar vafot etib kelganda siylayman. Ey odam farzandi, albatta rizq hammaga taqsim qilib va ajal o'lchalib qo'yilgandir. Kasal bo'lganda odam dunyo lazzati va ne'matlaridan mahrumdir. Baxillik hamma joyda yomonligidandir va dunyo ne'matlari cheksiz emasdir. Rizq izlab juda uzoq ketmoq zaharlidir va rizq berguvchi doim tirik va qoyimdir. Ey odam farzandi, qachon balo va musibatga yo'liqsang, meni yodga olasan, lekin qachon u baloni sendan ko'tarsan, meni hech tanimas kishidek esingdan chiqarib yuborasan. Ey odam farzandi, meni sendan ertaga qilinadigan ibodatni bugun talab qilmayman. Ba'z sen ham ertaga kerak bo'ladigan rizqni bugun talab qilmagin. Ey odam farzandi, qachonki men yolg'iz holingda yod etsang, men ham seni yolg'iz yod etarman. Agar jamoat ichida yod etsang, men ul jamoatdan ulug'roq jamoat ichida, ya'ni farishtalar ichida yod etaman. Ey odam farzandi, men Allohdurman, bandalarni o'z qudratim bilan yaratdim. Bas kimlargadir meni yaxshilikni iroda qilib, yaxshi xulqni berib qo'yaman. Kimlargadir yomonlikni bo'lishni iroda qilsam, unga yomon xulqni beraman. Ey odam farzandi, albatta bandam uchun menda har bir ahd bordir. U shulki, agar bandam o'z vaqtida namozlarini ado etib yursa, men uni azobga qo'ymay jannatga kiritaman. Ey odam farzandlari, albatta islom dini o'zimga loyiq ko'rgan va men rozi bo'ladigan dindir. Bu dinni xushmuomalalik bilan xushulik tuzatgay. Bas qaysi joyda va qaysi odamni bu dinni topsangiz, uni siylanglar. Ey odam farzandlari, men zulmni o'zimga harom qildim va uni sizlarni o'rtalaringizda ham harom qildim. Bas bir-biringizga zulm qilmanglar. Ey odam farzandlari, men sizlarning amallaringizni hisoblab borib, qiyomat kunida ajrni tamom berurman. Bas har bir kam yaxshi amal qilgan bo'lsa, Xudoga hamd aytsin. Lekin agar yomon amal qilgan bo'lsa,
unda o'zini malomat qilaversin. Ey odam farzandi, albatta sen Xudoning azobiga dosh bera olmaysan. Shunday ekan Xudoning azobidan qutulmoq uchun mana bu duoni o'qib yurmaysanmi? Mazmuni bunday: Parvardigor, bizlarga bu dunyo va oxiratdagi yaxshiliklarni bergin va do'zaxdan saqlagin. Ey odam farzandi, albatta sen duo qilib, umid qilib yursang, senda qancha gunoh bo'lsa ham kechiraman. Oz ko'piga parvo qilmayman. Ey odam farzandlari, agar mening rahmatimni yaxshi ko'radigan bo'lsangizlar, bas men yaratgan narsalarga rahm shafqat qilingizlar. Ey odam farzandi, g'azab kelganda meni yodingga olgin. Men ham seni g'azabim kelganda yodimga olurman. Ya'ni halok qiladigan kishilarga seni ham qo'shib halok qilmasman. Ey odam farzandi, albatta soch va soqoling oqi mening nurimdir. Men nurimni o'z do'zaxim olovida kuydirgani hayo qilaman. Shunday ekan sen ham mendan hayo qilgin. Ey odam farzandlari, do'zax o'rniga jannatni ixtiyor qilinglar va amalingizni kufr, shirk va gunoh bilan botil qilmangizlarki, do'zaxga tushgaysizlar va unda abadiy azobga qolursizlar. Ey odam farzandi, qachon bir bandam mening jamolimni ko'rishni istasa, men ham shul bandamni ko'rishni istayman. Ammo biror banda meni ko'rgisi kelmasa, men ham ul bandamni ko'rishni istamayman. Men jannatda ko'rish mumkin, do'zaxda hech kimga ko'rinmayman. Ey odam farzandi, albatta sen meni yod etib va ne'matlarimga shukr qilib yursang, men ihsonimni yana ziyoda qilaveraman. Agar meni yod etmay esdan chiqarsang va ne'matlarimga shukr qilmay kufr qilsang, berib turgan in'omim va ihsonimni ham to'sib qo'yaman. Ey odam farzandi, kim iftorni vaqtidan kechiktirmay kun botishi bilan ro'zasini ochsa, ro'zador bandalarim ichida o'sha menga do'st va yaxshiroqdir. Bandalarimning ibodatlari ichida menga suyuklirog'i mening yo'limda yaxshi amallarga targ'ib va xolis nasihat qilishdir. Ey odam farzandi, kelib turgan rizqingga qanoat qilmasang, dilingga orzu havaslarni solib qo'yaman. Ular hech tugamaydi va sen ulardan abadiy qutula olmaysan. Ey odam farzandi, men uchun xolis amal qil va so'ragil. Men so'rovchilar istagan narsasini afzal qilib beraman. Ey odam farzandi, albatta men bir maxfiy kon edim, bas o'zimni oshkor etib tanilayin deb iroda qildim va butun xalqni yaratdim. Men mol, dunyo maxfiy amr qildimki, ey dunyo, sen mening do'st bandalarimga xor va e'tiborsiz bo'lgin, toki ularning mehr va muhabbatlari senga emas, menga moyil bo'lsin. Agar Alloh nazdida mol dunyoning qadri zarracha bo'lsa edi, uni avval payg'ambarlarga, so'ngra avliyo va anbiyolarga ravo qilgan bo'lar edi. Parvardigor mol dunyoga hirs qo'yishdan va uning fitnasidan o'z panohingda saqlagin. Ey odam farzandi, bilginki, garchi o'zing istamasang ham bir kun albatta boshingga o'lim kelur. Shunday ekan Parvardigoring hukmiga bo'yinsun. Axir qiyomatga qayta tirilib Allohga hisob berasan. Ey odam farzandi, sen to 4 xil o'limni totib ko'rmaguningcha Alloh uchun xolis biror amal qila olmaysan. Birinchisi qizil o'lim, ya'ni podshohlardan, johillardan va ro'zg'ordan yetib turadigan jafolarni ko'tara bilish va uni xalqdan dafn qilish. Ikkinchisi oq o'lim, ya'ni tilini turli yomon so'zlardan saqlash. Uchinchisi qora o'lim, ya'ni nafs havoga qarshi harakat bo'lish. To'rtinchisi sariq o'lim, ya'ni har bir narsa va voqeadan iborat olish. Bu hislarga ega bo'lishlik qiyin va mashaqqatlari bo'lgani uchun ular o'limga o'xshatiladi. Ey odam farzandi, bilginki, mening yo'limda adashib umri zalolatda o'tganlarga bu dunyo qiyomat hisob kitobi unutganlar uchun og'ir azobli beriladi. Ey odam farzandi, bilginki, insonga halollik qatra-qatra kelur, harom esa
sel kabi mo'l-mo'l kelur. Har kimning yemishi haloldan bo'lsa, dini pok bo'lur. Ey odam farzandi, bilginki, qaysi bir bandaning qalbini mol dunyo yig'ish sehri ishg'ol qilgan bo'lsa, uning fikri xavfi bilan band qilib qo'yaman. O'limni esidan chiqarib qo'yadi va yana uni mol dunyo yig'ish bilan ovora sarson qilib, oxiratini eslamaydigan g'ofil qilib qo'yaman. Ey odam farzandi, bilginki, mening yo'limda xolis niyat ila qilingan amallaringni qabul etaman. Xolis niyat va xolis ila amal qiluvchilarga qanday ham yaxshi. Ey odam farzandi, agar senga faqirlik yetayotganini bilsang, solih bandalar kabi xush keldingiz deya qarshi olgin. Ey odam farzandi, agar senga boylik kelayotganini sezsang, bilginki, azob, uqubati va jazosi naqd bo'lgan gunoh kelayotir. Ey odam farzandi, agar uyingga mehmon kelmay qolsa, Parvardigorga la'nati shayton yomonligidan meni o'zing saqla deya iltijo qil. Ey odam farzandi, barcha mol dunyoning mening mulkimdir. Sen qulimsan. Sening kulbangga taklifingsiz kelgan mehmon esa mening elchimdir. Qo'lingdagi o'zim bergan ne'matlarni qaytarib olib qo'yishimdan qo'rqmaysanmi? Ey odam farzandi, sen ixlos va solih amal bilan menga xizmat qil. Zero men yaxshi amallar bilan xizmat qilgan kishilarni do'st tuturman va unga ham solih insonlarni xizmatkor qilib qo'yaman. Yo'qsa sen o'tgan umring ichida mening qanchalik osiylik qilganimni bilmaysan. Ey odam farzandi, men doimo senga xotirjamlikni ravo ko'raman va ayblaringni yashirib turaman. Vaholanki senga hech qanday ehtiyojim yo'q. Sen bo'lsang menga doimiy ravishda muhtoj bo'lib turib, faqat gunoh ishlarni qilishga moyilsan. Ey odam farzandi, qachongacha bu foniy dunyoni obod qilishga urinasan? Boqiy va abadiy yashaydigan oxiratingni qachongacha xarob qilasan? Ey odam farzandi, qachongacha solih bandalarim bilan birga o'tirib o'zing ularday bo'lmaysan? Bordi-yu, birga o'tirib qolsang ham ular safiga qo'shilmaysan. Qachon sen najot topasan? Ey odam farzandi, yaxshi eshitib olginki, bandalarimdan hech biri o'zining zulmi, makri, hiylasi, chaqimchiligi, tajovuzkorligi va g'arazu hasadidan odamlarni tinch qo'ymaguncha o'zi ham mening azoblarimdan tinch va omonda bo'lmaydi. Ey odam, ogoh bo'lginki, men Allohdirman. Mendan boshqa biror ma'bud yo'qdir. Bas, menga ibodat qilinglar. Bergan ne'matlarimga shukr qilinglar. Noshukrlik qiluvchi bandalarimdan bo'lmanglar. Ey odam farzandi, kimki mening biror do'stimga adovat va dushmanlik qilsa va uningga ozor bersa, bilginki, unday banda menga qarshi jang qilishga qasam ichgandan bo'ladi. Ey odam farzandi, kimki men taqsim qilib qo'ygan rizqiga rozi bo'lsa, uning huzuriga mol dunyoning o'zi u xohlamasa ham kelaveradi. Ey odam farzandi, bilginki, mendan boshqa yordamchisi yo'q. Bechora hol odamga zulm qilganlarga nisbatan g'azabim qattiq. Ey odam farzandi, men ado etgan rizq yemoqdasan, bas, toatimni ham qilishing kerak. Ey odam farzandi, o'lim kelmasdan burun o'zing uchun yaxshi amallar qilib ol. Bu dunyoda qilgan gunohlarim oxiratda jazosiz qoladi deb kibrlanma. Chunki yaxshi kunda Alloh huzuriga safar qilursan va qilgan gunohlaringga so'roq berursan. Hayotlik davrlaringdagi orzu havaslar seni savob ishlardan qoldirmasin. Agar bu o'gitlari dars etsang, pushaymonlar foyda bermaydigan kunga, qiyomatga afsus qilasan. Ey odam farzandi, o'zim bilan mol dunyodan haqqimga zakot ajratib, farzimni ado etsang, faqir va miskinlar haqqini ushlab
turadigan bo'lsang, bilginki majburan mol dunyoni tortib oladigan zolimlarni yuboraverman. Ular qo'liga o'tib ketgan moling uchun sen hech qachon hech qanday savob olmaysan. Ey odam farzandi, agar sen mening rahmatimdan umidvor bo'lsang, farmonlarimni bajar va toat qil. Ey odam farzandi, agar sen mening azob va uqubatlarimdan qo'rqsang, meni rad etishingni va yomon yo'llarda yurishingni bas qil. Ey odam farzandi, dunyo yig'ishni kasb qilib olar ekansan, qiyomatda hisob berishning, mol dunyoni qayerdan olib, qayerga sarf qilganingdan so'roq qilishimni ham eslab qo'y. Ey odam farzandi, hamisha ovqatlanishga o'tirganingda qorni och bechoralar ham esingda bo'lsin. Shunda Allohning bergan ne'matlariga shukr qilishni osonroq bo'ladi. Ey odam farzandi, qachonki senga dunyo mulk kelsa, uni isrof qilmasdan yaxshi yo'llarga sarf qil. O'limni eslab, haromdan saqlan. Ey odam farzandi, biror gunoh ishga qo'l urmasdan burun hamisha bo'lg'usi jazo va azoblarimni esla. Ey odam farzandi, biror zaif insonga zulm va zo'ravonlik qilishga nafsing seni chorlasa, undan burun hamisha o'zingdan ko'ra qudratliroq zot borligini esla. O'sha zot seni haligi zaif insondan zo'rroq qilib qo'ygani kabi, xohlasa uni ham sendan zo'rroq qilib qo'yishi mumkin. Ey odam farzandi, qachonki boshingga biror kulfat yoki musibat tushsa, la havla va la quvvata illa billah kalimasini o'qib, Allohdan madad va yordam so'ragin. Ey odam farzandi, qachon bemor bo'lsang, o'zingning sadaqangni berish bilan davola. Ey odam farzandi, boshingga biror musibat tushsa, inna lillahi va inna ilayhi rojiun duosini o'qigin. Ya'ni albatta hammamiz Allohdanmiz va albatta Allohga qaytamiz. Ey odam farzandi, hamisha yaxshi va ezgu ishlarni qilishga odatlan. Zero ezgulik jannatning kalitidir. Har kim uni qo'lga kiritsa, jannatga yo'l topadigan bo'ladi. Ey odam farzandi, yomonlik va yovuzliklardan o'zingni uzoq tut. Zero yomonlik do'zaxning kalitidir. Bu kalit o'z egasini albatta do'zaxga boshlab boradi. Ey odam farzandi, bilginki qurayotgan barcha imoratlaring o'tkinchidir va bir kuni xarob bo'lgusi. Umring egasi omonatga berilgan bandalaring bir kun kelib tuproqqa aylanur. Ey odam farzandi, bilginki bu dunyoda to'plagan boyliging merosxo'rliklarga qoladi. Undan yemoq va huzurini ko'rmoq ko'pincha boshqalarga nasib bo'lur. Uning hisob kitobi va nadomati esa sening bo'yningga tushgay. Qabrda senga faqat hayotlik vaqtingda qilgan yaxshi amallaringga yordam bergay. Ey odam farzandi, mening toat ibodatimga bel bog'la, gunoh ishlardan hazar qil. Kelib turgan rizqingga qanoat et, Parvardigoringga shukr qiluvchilardan bo'l. Ey odam farzandi, qachonki senga biror musibat yoki ofat yetsa, qara, agar o'sha musibat senga nobak holda turganingda yetgan bo'lsa, demak bilginki bu ofatning sababchisi o'zingsan. Ey bandalarim, bilinglarki, men sizlarni bekorga yaratmadim. Nojoyiga ham yaratganim yo'q va men sizlarning qilayotgan ishlaringizda g'aflatda emasman. Ey odam farzandlari, sizlar mening huzurimdagi parsalarimga faqat mening roziligimni talab qilish yo'lida o'zlaringiz xush ko'rmagan narsalarga sabr qilmaguncha yeta olmaysizlar. Menga itoat qilishda bardoshlik, menga osiy, gunohkor bo'lib jazoga giriftor bo'lishdan osonroqdir. Ey odam farzandi, dunyo oxiratda hovlisi yo'q odamning hovlisidir. Dunyoga aql yo'q odamlarga shod bo'ladi va iymon. Ey dunyo ahli, kimki dunyo huzur halovatini tanlab qilsa, uning ma'rifati yo'qligi, kimki o'tkinchi ne'matni, tugaydigan hayoti va bid'atiga rohati yaxshi ko'rsa,
u o'ziga jabr qilgan, Robbisiga gunohkor bo'lgani, oxiratini unutganidir va dunyo u odamni aldaganini belgisidir. Ey odam farzandi, o'lmas ozuqa bo'lgan uchun dunyoga rozi bo'lgan. Zero ko'rinmas askar zot bor, Alloh abadiy tirikdir. Ey odam, ey bandalarim, agar mendan bir bandam so'rasa beraman, agar mendan so'ramasa unga g'azabim keladi. Ey bandam, agar menga bir qarich yaqin kelsang, men ham senga bir quloch yaqinlashaman. Agar menga qarab sekin yursang, men senga qarab qattiqroq yuguraman. Ey odam farzandi, meni osiy kunlarda eslagin. Bandam yoki harom joyda haromlik sodir bo'layotgan holatda mendan qo'rqqan kishini men do'zaxdan ozod qilaman. Ey odam farzandi, men yerdagi halqalarga, osiylar uchun azob yuborishni xohlamay, agar o'sha vaqt men uchun bir-birlarini bilan do'stlashib, masjidlarimni obod qilib turganlarga va saharlarda menda istig'for so'rab o'tirganlarga nazarim tushsa, ulardan azobimni qaytaraman. Ey odamzod farzandi, mening ulug'vorligimga bo'yni egilgan kishilar ichida xalqimga manmanlik ko'rsatmagan va kunduzlarini mening yodim bilan o'tkazganlarga namozlari qabul qilinadi. Ey odamzod, agar bandaga meni doim eslab yurishlik, g'oliblik qilsa, uning talabini va uning huzur halovatini o'zimga sigirimda qilib qo'yaman. U menga oshiq bo'lsa, men ham unga oshiq bo'laman. Keyin u bilan o'zimning oramdagi pardani ko'taraman. Kimda mana shu istig'for mavjud bo'lsa, u odamlar haqiqatdan ham baxtiyordir. Ey odamzod, men qiyomatda farishtalarimga bandalarimning amal daftarini keltiringlar, mendan jannatni so'raganini ko'rsatinglar, men unga so'raganini beraman. Kimki mening nomim bilan do'zaxdan najot istasa, men u bandamdan o'z panohimga olaman deyman. Ey odam farzandi, men haqiqatda ulug' kun qiyomat xabarida junub odamzodni yozib qo'yganman. Men uni yaratsam, u mendan boshqaga quliq qiladi. Men unga rizq bersam, u mendan bo'lak xudo emas narsalarga tahsin o'qiydi. Ey odam farzandi, men islom yo'lida sochi oqargan erkak va ayol bandalarimga azob qilib, ular ko'z yoshlarini to'kishlaridan uyalaman. Ey odam farzandi, qaysi bandam biron yaxshilik amal qilishga qasd qilsa, lekin uni qilmasa, unga o'sha yaxshilikni niyat qilgani uchun bir savob, agar uni amalga oshirsa, men unga 10 marta hasanot savob qilib 700 martagacha ziyoda qilib yozaman. Agar bir yomonlikka qasd qilib uni amalda bajo keltirmasa, unga yomonlikni yozmayman. Ey bandalarim, men bandalarim ichida bir mo'min kishi biron musibat yetkazib imtihon qilsam, u menga hamd aytib, mening imtihonimga sabr qilsa, u o'sha joydan turganida xatodan, gunohlaridan onasi tuqqan kundek pok bo'lib qoladi. Mashalloh. Ey bandalarim, qaysi bandam mening roziligimni istab jihod din uchun yoki gunohlaridan o'zini himoya etish uchun kurash qilsa, mening uning oxiratiga kafil bo'laman.